Assalomu alaykum, hurmatli talabalar. Maxsus fanlarni o'qitish metodikasi fanimizdagi o'sha ayrim maxsus fanlarni o'qitishdagi muammolar. Biologiya yo'nalishida demak, birinchi kursimizda o'tiladigan sitologiya fanlari yoki o'simliklar fiziologiyasi, odam-hayvon fiziologiyasi holatlaridagi o'sha o'simliklarning va hayvonlarning ichki anatomik tuzilishini o'rganishdagi va eng muhim yana bir fanni mutaxassislik fanlarimizdan biri bu biotexnologiya kabi fanlarni o'qitish muammolari mavzusi bo'yicha siz bilan fikrlashib o'tamiz. Ushbu taqdimotda demak, yuqorida aytib o'tilgan fanlarni o'qitishda yuzaga kelayotgan asosiy muammolar va ularni hal etish yo'llari ko'rib chiqiladi. Biz ta'lim sifatini oshirishning dolzarb vazifalariga e'tibor qaratamiz. Zamonaviy texnologiyalarni integratsiyalash va amaliy ko'nikmalarni rivojlantirish muhimligini ta'kidlaymiz. Maqsadimiz kelajak avlod uchun samarali va jozibador ta'lim muhitini yaratishdan iborat hisoblanadi. Demak, tabiiy fanlar bo'yicha chuqur bilimga ega bo'lish bugungi kunda har qachongidan ham muhim hisoblanadi. Ilm, fan, texnologiyadagi tezkor taraqqiyot doimiy yangilanishni talab qiladi. Zamonaviy mutaxassislarni tayyorlashda esa o'qitish metodikasi hal qiluvchi rol o'ynaydi. Bu fanlar nafaqat nazariy bilimlarni beradi, balki amaliy ko'nikmalarni ham o'sha taraqqiy etishida yoki o'sha fikrlarning rivojlanishida ham, shakllanishida ham muhim ahamiyat kasb etadi. Yuqorida aytib o'tilgan o'sha bir qancha fanlarni o'zaro muvofiqlashtirish, tahlil qilish, baholash kabi xususiyatlaridan kelib chiqib, o'sha biz aytib o'tgan mutaxassislik fanlaridan, ya'ni maxsus fanlarimizdan biri sitologiya fanini o'qitish muammolari bo'yicha qarab o'tishimiz mumkin. Demak, sitologiya biz bilamizki, barcha tirik organizmlarning o'sha hujayra darajasidagi tuzilishi, funksiyasi va rivojlanishini o'rganuvchi fan hisoblanadi. Bu fan zamonaviy biologiya va tibbiyotning asosiy poydevori sanaladi. Shu bilan birga uni o'qitishda ma'lum bir muammolarga ham uchrashimiz mumkin. Ya'niki, ilmiy tahlil qiladigan bo'lsak, o'sha abstrakt tushunchalar murakkabligi. Ya'ni sitologiyada ko'pgina tushunchalar mitoz, meyoz, organellalar vazifalari talabalarga demak nazariy jihatdan qiyin bo'ladi. Chunki ularni tasavvur qilish, ularni aynan borayotgan jarayonini fiziologik jihatdan his qilish, tushunish talabalarga qiyinlik qiladi. Bundan tashqari, mikroskopik bilimlarni o'zlashtirishda texnik yetishmovchiliklar, ya'niki amaliy mashg'ulotlarda mikroskoplar va boshqa bioshkallar hujayralari to'g'ri kuzatish qurollarini yetarli emasligi yoki ayrim o'sha yorug'lik mikroskoplarida ko'rinadigan tayyor preparatlarning yetishmasligi yoki o'sha yorug'lik mikroskoplarida ko'rib bo'lmaydigan hujayra organoidlarni elektron mikroskoplarda ko'rishda mikroskoplarning yetishmasligi kabi muammolarni, bundan tashqari yana multimedia resurslarining yetishmovchiligi, interaktiv vositalardan foydalanish holati, ya'ni virtual mikroskopiya, 3D hujayra modellari va bioanimatsiyalar orqali tasavvurlarni mustahkamlash kabi muammolarimiz yetarli hisoblanadi. Talabalarda tadqiqot qobiliyatini rivojlantirishda hujayrali modellar yordamida laboratoriya tadqiqotlarini tashkil etish ham yuqorida aytib o'tilgan muammolarni bir qanchasini o'z ichiga oladi. Afsuski, ko'plab ta'lim muassasalarida laboratoriya amaliyotlari va uskunalarning yetishmasligi mavjud bo'lib, bu amaliy ko'nikmalarni egallashda to'sqinlik qiladi. Ya'niki o'sha nazariy olingan bilimlarni amalda ko'rish muammosini keltirib chiqaradi. Boya yuqorida aytib o'tganimizdek, o'simliklar fiziologiyasi yoki bo'lmasa o'sha o'simliklarda o'sha botanika fanlaridagi o'simliklarning tashqi ko'rinishini, ya'ni morfologik tuzilishini o'rganish amaliyot jarayonida ko'rish mumkindir. Ildiz, poya, barg va hokazo. Lekin ularning ichki anatomik tuzilishini o'rganishda yana yuqorida aytgan muammolar keltirib chiqaradi. Ya'niki, o'sha anatomiya organizmning ichki tuzilishini o'rganuvchi ilm bo'lib, o'simliklar va hayvonlar biologiyasi uchun muhim o'rin tutadi. Biroq o'sha fanning samarali o'qitishlarida qator muammolar mavjudligi kelib chiqadi. Masalan,
obyektlarning real ko'rinishini namoyon qilish muammosi. Gir bariylar, anatomik preparatlar, modellar yetishmovchiligi ta'lim sifatiga ta'sir ko'rsatadi. Amaliy mashg'ulotlar imkoniyatlarining cheklanganligi, hayvon yoki o'sha o'simlikda anatomiyasida etik jihatlardan sababli amaliyotlar tarkibining cheklanganligi, nazariy ma'lumotlarning murakkabligi va uni amaliyot bilan to'g'ridan to'g'ri bog'lash imkoniyatining yo'qligi kabi bir qancha muammolarni keltirib chiqaradi. Bundan tashqari yana o'sha gibrid ta'lim texnologiyalari, ya'ni onlayn va offlayn o'qitishni birlashtirish imkoniyatining judayam sustligi, anatomiya bo'yicha ochiq manbalardan keng foydalanish imkoniyatining yo'qligi va hokazolarni hisobga olgan holda o'sha o'simlik to'qimalarida masalan olamizki va organlarning xilma xilligi talabalar uchun ularni tushunishni qiyinlashtiradi. Darsliklardagi 2D, 3D tasvirlarni, tuzilmalarni to'liq ifodalay olmaydi. Shuningdek, 3D modellar va interaktiv ko'rsatmalarning kamligi yuqorida aytganimizdek, demak, tabiiy muhitda o'rganish imkoniyatlarining cheklanganligi ham o'qitish samaradorligini o'z o'rnida pasayishiga olib keladi. Mos ravishda hayvonlar anatomiyasini o'qitishda ham xuddi shunday. Demak, zoologiya fanida biz o'rganamiz. Demak, o'simliklarni o'sha kechirasiz, hayvonlarni o'sha ichki tuzilishlarini aytib o'tamiz. Ma'lum bir hayvonda yoki insonda organlar anatomik jihatdan joylashuv joyi, ularning tuzilishi va hokazo vazifalari haqida gapirishimiz mumkindir. Lekin ularni aynan ko'z bilan ko'rish, tasavvur uyg'onishi uchun va nazariy bilimlarni amaliyotda qo'llash uchun muhim ekanligini biz bilamiz. Hayvonlar anatomiyasida tana tuzilishining murakkab tizimi va funksiyalarini o'rganish katta qiyinchilik tug'diradi. Haqiqiy disseksiya amaliyotlarining yetishmasligi talabalarni amaliy tajribadan mahrum etadi. Mavjud virtual disseksiya vositalarining eskirganligi yoki umuman mavjud emasligi esa zamonaviy ta'lim talablariga javob bermaydi. Xuddi shu o'rinda, demak, biotexnologiya fanida ham bir qator muammolarni ko'rib chiqishimiz mumkin. Ya'niki bu fanda jadal rivojlanib kelayotgan yangi fanlar qatoriga kirishini biz aytib o'tganmiz, o'sha bakalavr fanlarida. Doimiy yangi kashfiyotlar bilan boyib bormoqda bu fan. Demak, bu esa o'quv dasturlarini muntazam yangilab turishni talab qiladi. Yuqori texnologiyalarni laboratoriya jihozlariga ehtiyoj katta bo'lib, ularning yetishmasligi amaliy ko'nikmalarni shakllantirishda jiddiy qiyinchiliklar tug'dirishiga olib keladi. Talabalar nazariy bilimlarini amaliyotda qo'llashda qiyinlashish imkoniyatini yoki umuman cheklovlarini kechirasiz nima qiladi? Keltirib chiqarishi mumkin. Umumiy o'qitish metodikasidagi muammolar qanday? Demak, maxsus fanlar biz yuqorida aytib o'tdik. Har bir mutaxassislikka o'tiladigan asosiy maxsus fanlar mavjudligini va o'z biologiyada yuqorida keltirilgan fanlar bo'yicha gapirib o'tdik, maxsus fanlar bo'yicha. Mana shu maxsus fanlarni o'qitishda umumiy metodik muammolar ham mavjud. Masalan, demak, o'sha o'quv adabiyotlari va materiallarining eskirishi dolzarb bilimlarni yetkazishga to'sqinlik qiladi yoki ularning o'zbek tilida bo'lmasligi yoki boshqa tillarni o'rganish imkoniyatini talabalarda hozirgi holatda juda ham yuqori bo'lmaganligi va adabiyotlardan foydalanish imkoni pastligi yana bir muammolarni keltirib chiqarishi mumkin. O'qituvchilarning malaka oshirishga doimiy ehtiyoji bo'lib, ularni zamonaviy pedagogik texnologiyalar bilan tanishtirish lozim ekanligi va ya'ni demoqchimizki, yildan yilga, kundan kunga o'sha biotexnologiyadagi yoki bo'lmasa o'sha zoologiya deymizmi, botanika deymizmi, anatomiya, fiziologiya fanlarida amalga oshirilayotgan yangi bilimlarni o'qituvchilarni, hatto talaba emas, hatto o'qituvchilarni o'zi ham mukammal ravishda malaka oshirish tizimlarida egallab borishlari kerak ekanligi va ularni hozirda bu darajada yetishmasligi ham o'sha maxsus fanlarni o'qitishdagi bilimlarni mukammallik darajasini pasaytirishdagi muammolar hisoblanadi. Talabalar faolligini oshirish uchun interfaol usullarning kamligi esa darslarni zerikarli qilib qo'yapti. Ya'ni an'anaviy usullarda o'sha ma'ruza amaliyot, kitob o'qish, yodlash, o'qituvchi markazida o'sha nimada asosiy o'rinni egallab qolyapti. Demak, o'qituvchi talabaning faolligi
yoki o'zaro interfaol ishlashning pastligi judayam muammoli tomonlarimizdan biri hisoblanadi. Hozirgi zamonaviy texnologiyalardan foydalanish esa o'sha interaktiv darslardan yaxshi foydalanish, loyihalar bilan ishlash, o'sha loyihani kim tomonidan, ya'ni talabaning o'zi tomonidan bajarilishi va o'qituvchi tomonidan faqatgina konsultatsiya berib borilishi bu hozirgi zamonaviy usullarning eng yaxshi tomonlaridan. Yoki bo'lmasa o'sha loyihalarda talabaning mustaqil ta'lim jarayonida, ya'ni o'zi mustaqil holatda bir qancha adabiyotlardan yoki o'sha internet saytlardan olingan ma'lumotlar yoki talabaning o'zi qo'ygan amaliy tajribalari asosida olib borayotgan loyihalar bu an'anaviy usullardagi tayyor kitobdan olingan ma'lumotlar yoki bo'lmasa tayyor ma'ruza yoki qisqacha amaliy mashg'ulotda berilgan ma'lumotlardan ko'ra yuqori bilimlarga ega bo'lishiga olib keladi. Va bu loyihalar asosida talaba o'qituvchi va o'zaro talabalar orasidagi munozaralarning olib borilishi va asosiy markazda talaba va uning olgan bilimi turishi judayam bir chiroyli holatlarni yoki bilimni oshirish uchun yaxshi holatlarni olib kelishini ham aytib o'tishimiz mumkin. Xo'p, yuqorida aytib o'tilgan muammolarda hozirgi holatda zamonaviy o'qitish texnologiyalari orqali qanday yechimlar olib borilyapti? Ya'ni biz hozir qisman gapirib o'tdik yuqorida zamonaviy texnologiyalar bo'yicha. Ya'niki muammolarni hal qilishda zamonaviy o'qitish texnologiyalarini joriy etish muhim ahamiyatga ega. Virtual va kengaytirilgan reallik ilovalarini darslarga integratsiya qilish orqali talabalar murakkab tuzilmalarni 3D formatda o'rganishlari mumkin. Onlayn kurslar va simulyatorlardan faol foydalanish amaliy ko'nikmalarni xavfsiz va samarali shakllantirishga yordam beradi. Ilmiy animatsiyalar, ya'ni o'sha ma'lum bir ichki organlarni yuqorida aytib o'tdik biz, o'simliklarning ichki organlari tuzilmalari, hayvonlarning ichki organlari yoki bo'lmasa oddiy o'sha hujayraning organoidlari bo'yicha, ularda boradigan mitoz-meyoz jarayonlari bo'yicha aytib o'tdik. Har bir jarayonni, harakatlanish, aynan jarayonning mavjud bo'layotgan holatini talaba o'zi ko'rishi va uni aynan 3D modellarda esa mavhum jarayonlarni tushunishni osonlashtirishi bilim olishni yana ham yuqori darajaga olib chiqishini biz aytib o'tishimiz mumkin. Xuddi o'shanday yechimlardan biri demak amaliyot va resurslarni takomillashtirish. Ya'ni ta'lim sifatini oshirish uchun zamonaviy laboratoriya jihozlari bilan ta'minlash shart. Bu talabalarga real sharoitlardagi tajriba o'tkazish imkonini beradi. O'qituvchilar uchun muntazam malaka oshirish kurslari tashkil etilishi, ularni yangi bilim va ko'nikmalar bilan qurollantirish, eng muhimi talabalarni ilmiy loyihalar va tadqiqotlarga jalb qilish, ularning ilmiy tafakkurini rivojlantirib, fanlarga qiziqishini oshiradi va kelajakda yaxshi mutaxassis bo'lib shakllanishiga olib keladi. Hurmatli talabalar, mana shu mavzularning judayam dolzarbligini bilgan holda shunday aytishimiz mumkinki, ya'ni xulosani qanday aytamiz? Kelajak uchun demak investitsiya maxsus fanlarni o'qitish sifatida oshirish O'zbekistonning milliy rivojlanishi va iqtisodiy o'sishi uchun muhim investitsiya hisoblanadi. Malakali kadrlar tayyorlashda uzluksiz innovatsiyalar va zamonaviy metodlarni joriy etish juda muhim hisoblanadi. Eng muhimi talabalarni ilm-fan va texnologiyalarga qiziqtirish, ularga tadqiqot ruhini shakllantirish orqali kelajak avlodning ilmiy salohiyatini yuksaltirishimiz mumkin hisoblanadi. Bu bizning umumiy maqsadimiz bo'lishi zarur va shart. Hurmatli talabalar, demak, yuqoridagi ma'lumotlardan nazariy bilimlaringiz va o'sha savol, tavsiyalar, topshiriqlar orqali yana ham kerakli ma'lumotlarni kengaytirib, muammolarga yechim topishda va kelgusi mavzularga mos ravishda bog'lashda muhim ahamiyatga ega bo'lgan mavzulardan birini siz bilan tugallaymiz. E'tiboringiz uchun rahmat, salomat bo'ling.